Assalomu alaykum hurmatli Bodo o'zini qadrli kuzatuvchilari. Bizni sog'inib qoldiring degan umidamiz. Biz ham xuddi shunday sizlarni sog'inib qolgan holatda sizlarga katta bir yangilikni, kichkinagina obzorni tayyorlab qo'ydik. Hammalarni kelib turgan yangiliklar bilan tabriklab qolaman va 2026-yilda barchalarga yaxshi niyatlar, erishgan niyat qilib turgan ishlaringga erishishlikni men tavsiya qilib, xohlab qo'ygan bo'lardim. Hurmatli kuzatuvchilar, videoni ko'p cho'zmaymiz. Bodo mini karti 2026 versiyasini oxirgi yildagi modelini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz degan umiddaman. Qani bo'lmasam videoga bitta like bosib, komment qoldirib qo'yish esingizdan chiqmasin. Hammaga yaxshi kayfiyat. Videoning asosiy maqsadi moshinachi bo'lgani uchun ko'proq e'tiborimizni moshinaga qaratamiz. To'g'ri, tashqi ko'rinishda deyarli o'zgarish yo'q deyishingiz mumkin, lekin bizning mahsulotlar usti yaltiroq, ichi qaltiroq qilib ishlanmagan. Chunki Bodo mahsulotlarida zupa chiskasi ham eng sifatli yuqori zapchastlar bilan tayyorlangan bo'ladi. Ko'rishimiz mumkin, mini karimiz o'sha eski uslubda skromniy, chiroyli, ixcham qilib ishlangan. Buni asosiy yangiliklariga o'zgartirishlarni sizlar bilan birgalikda sanab ko'rib chiqamiz. Qanday yangiliklari bor? Ko'ramiz. Balonimizda qishki qilib, zimniy qilib archa balondan toqib qo'yganmiz. Chunki hozirgi kunda hamma viloyatlarda, ko'p viloyatlarda yog'ingarchilik, qorlar bo'layotibdi. Bu qorda yurish uchun imminni mo'ljallangan sig'li archa balon, o'zimizni xalq tilida qilib aytganda. Mashinamizni oldi saloniga kiramiz. Salonni ichilarini qarang. Bitta o'zgarishlarni birma-bir siz ko'z bilan payqalmagan bo'lsangiz o'zim sanab beraman. Mashinamizda roli o'zgargan, multifunktsional rol o'rniga undan ham qulayroq, yaxshi buriladigan razvarlarni zo'r qilingan rol qo'yganmiz. Va sidinalarni ko'ring, perforatsiyali sidinalar muzdekda chiqib turib, shunda o'tirib olganingizda ham chaqolmaydigan sidinalar turiga kiradi. Va men nimaga ochiq turibdi, qandaydir besporядка deyishingiz mumkin. Buni video davomida hozir sizga sababini ko'rsataman. Salonimizni orqa qismiga kiramiz aka. Arqa qismi ham xuddi shunaqangi nappa koja va perforatsiyali chexollar ishlatilgan sidina bilan qilingan. Bu ham do'q-popsi bo'ladi, ya'ni mashinaning narxiga ta'sir qiladi. Zavoddan oddiyni zakaz qilsangiz arzonroq, perforatsiyali bunaqasini zakaz qilsangiz narxida o'zgarish bo'ladi. Va mashinamiz arqa ko'rinishlari xuddi o'sha eski mini karimiz uslubida. Buni eng asosiy o'zgarishi yuragi bo'ladi, ya'ni akkumulyatori necha kilometr yuradi, qancha yuradi, qishki holatga qancha yuradi. Tembolli hozir sovuq, ko'pchilik buni pechkalarni ishlatib yurishibdi. Baribir rasxodi yozga qaraganda ancha ko'proq bo'ladi. Qishda nagruska bilan harakatlangani hisobiga biz bu yerda ko'rishimiz mumkin, ulkan jismli, juda ham baquvvat akkumulyator bilan jihozlaganmiz. Bu akkumulyator bilan bemalol avtomobilimiz yozgi kunlarda hisoblasangiz 150 kilometr masofa yurib beryapti. O'zimiz test qilib va xaridorlarimiz fikridan o'rganib chiqib, o'rtasini olyapmiz. 160 yuradigani ham bor, 140 yuradigani ham bor, o'rtasi 150 kilometr yozgi ob-havoga yuryapti. Qishda qancha yuradi? Misol pechka ishlatsa, dvorni ishlatsa, ko'proq движение qilib, ko'proq odamni sig'dirsa qancha yuradi deganlarga qishki kunda o'rta chiqib aytganda 100 kilometr bemalol yurib bera oladi bu avtomobilimiz. Bunday ulkan akkumulyator bundan oldingi modellarda birinchi kelgan Bodo mini karlarda ham qo'yilmagan. Yildan yilga o'zlaring ko'rib, mana biz eski kuzatuvchilarimiz bo'lsa bilishadi, mashinamizni juda ko'p joyini sizlar bilan birgalikda, sizlarda fikr izohlayini biz olib turib, filtrlab, analiz qilib turib, shuncha o'zgartirishlar va maksimum pikka chiqardik mashinamizni. Haqiqatan ham hozirgi kunda Bododan xarid qilib olib haydaysiz. Ko'p xaridorlar haydab yurishdi. Xohlasanglar hozir birga servisga kiramiz. Umuman Bodokordan shubha gumonsiz muammo bo'lgani yo'q. Xudoga shukr deymiz. Chunki bu avvalo Xudoni bir bergan bizga rahmati va sizlarda fikr izohlayim bilan shunchalik bo'layapmiz. Shu videoni ko'rib sizda bitta savol tug'ilishi mumkin. Mashinani xarid qilganimizdan keyin ko'chada harakatlanishimiz, yurishimiz dokumentlari qanaqa bo'ladi degan savollarga hozir birgalikda javob izlaymiz. Bu yilgi kelgan mahsulotimizda rullarni qaranglar, juda ham yengil, gidravlika qilib ishlangan va razvarlariga ham alohida zavod tomonidan e'tibor berilgan. Bemalol olib, mana qarang. Bitta qo'lda mana
Asa ayollar bor, yosh kattalar, misol rulga qiynaladiganlar, razisani ola olmaydiganlar uchun haqiqiy elektronik gidravlikani roli mana. Qayda burilishini bossam oldiga tortyapti. Ya'ni motor miyasi ham eski modellarga qaraganda ancha kattaroq ishlangan. Chunki yaxshiroq probeg berish uchun va 4 kishi 5 kishini bemalol ortish kerakligi uchun motorga ham alohida усиленный qilib ishlov berilgan zavod tomonidan. Va eng asosiy narsa mashinamizning narxida. Narxini qiziqib kutib turganlar bittadan laykni bosib qo'yasizlar. Bu yilgi mahsulotimizga o'zgartirishlar kiritib, full komplektatsiyalar xuddi shu modelni xarid qilmoqchi bo'lsanglar, $2250 zavod narxida xarid qilishingiz mumkin va to'liq dokumentlari bilan. Dokumentlardan muammo bo'lmaydi, xarid qilasiz, murojaat qilasiz, nomer texpasportga отдельно to'lov qilasiz va mashinani bemalol dokument asosida xohlasangiz minib yurishingiz mumkin. Lekin olib haydab yurganlar ham bor bez dokument qilib. Misol uchun qishloqlar, chekkaroqda bo'lgan bo'lsa, yo bo'lmasa mahalladan mahallaga shunaqangi masofalarda bo'lsa, dokument nomer texpasport qilish o'zi unchalik mahallani ichiga zarur emas deb o'ylayman. Lekin qonun ustuvor, jazo esa muqarrar. Buni misol uchun yo'l patrul xizmati inspektori ko'rib turib, shtrafni yopib kirib qo'yishi mumkin bez nomeri yurgan holatingizda. Skuterlarda ham shunaqa holatga olib kelishyapti hozir. Shuning uchun men dokument bilan yurish tarafdoriman. Miroga kirasiz, mahsulot xarid qilib olishingiz bilan kirib turib nomer texpasportga haddan to'lov qilasiz. Bunda ishxonamiz to'liqligicha sizga yordam beradi. Hammaga rahmat. Videoga bitta like bosinglar. Biz oy oxirigacha 100 mingta bo'lishimiz kerak. 500 tagina odam qoldi. Bodon aktivini bitta ko'rsatvoringlar. Fikrlarini to'g'rimi, noto'g'rimi, qanaqangi fikrdasizlar? O'zlaring bitta izohlarda qoldiringlar. Hamma narsani o'qib javob qaytaramiz, xudo xolasa. Hammaga rahmat.